Assalomu alaykum, hurmatli Tunikafon Center kanalini doimiy ravishda kuzatib boruvchi qadrli do'stlar, qadrli aka-ukalar va kanalimizni endi kuzata boshlagan qadrli vatandoshlar, barchalar salomatmisizlar? Qadrdonlar, biz navbatdagi ishimizni Namangan viloyati Norin tumani Qorateri qishlog'ida yakuniga yetkazib bermoqdamiz, Inomjon tog'amizning xonadonida. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin, ish jarayonlarimizni boshlashdan oldin uyda egasi Inomjon tog'amdan ozgina bizni ish qanday ishlashimiz va qanaqa materiallardan qanaqa holatda ishlaganimiz to'g'risida qisqagina intervyu qilamiz-da, keyin sizlarning e'tiborlariga polniy mana shu obyektimiz nech pulga bitdi, qanday holatda, qayerlarda qanaqa qilib berganimizni ko'rsatib o'tamiz. Inomjon tog'a, assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Endi o'z fikrlaringizni gapirib bering. Ular bilan maslahatlashib, bütün telefon qilamiz deb, bu sentrga chiqib, bu asakalik Muhammad Yusuf telefon nomerini oldik. Shu orqali mana ukam keldi. Biz mana ko'rsatib obyektni. Bizga mana telefon materiallarni o'zlari olib kelib, hamma o'zi olib bergan. Shotisi, materiallari hech qanday qiyinchilik yo'q. Shuning uchun men ustalarimga xursandman. Muhammad Yusuf mana shagirdlari yaxshi bolalar ekan. Beman ovoz chiqarish yo'q. O'z vaqtida kelib, erta kuni kelib, kechki ishtiyoqlar chiroyli, biz juda xursand bo'ldik. Hech qanday ovoz bo'lmadi. Men tashviq qilaman hamkashlarimga ham, mana shu ko'rinlar yoqsa, chiroyli qilar ekan, hech qanday qiyinchilik bo'lmadi bizga. Rahmat, biz xursandmiz, ko'nglimiz chiqdi. Bergan pulimizga, bergan ovqatlarimizga ming marta rozimiz. Rozimisiz? Ming marta rozimiz. Mana shu biz bilan mana ishlagan, bizni mana uyda ishlatganingizdan hech qanaqa bir afsuslanadigan bir kamchilik, bir nima bo'lgan bo'lsa, aytsangiz so'raymiz agar kamchiligimiz bo'lsa. Yo'q, kamchilik bo'lmadimi? Mana kecha bizning vaqtimiz yomg'ir yog'di. Kecha gelmetr ishlar bor ekan, ko'rib, chiroyli yomg'ir, ularga ham aqlona ish qilib, mana biz xursandmiz biza hammasi. Rahmat. Ko'ngil to'ldimi? Albatta, ming marta. Xursand bo'ldingizmi? Roziman men. Bo'ldi, siz rozi bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Bolalar ham hammasi rozi. Bo'ldi. Rahmat sizga ham. Rahmat. Bo'ldi, aytganingiz kelsin. Qani bo'lmasam, hurmatli vatandoshlar, sizlarga mana shu obyektimizga nech pul ketyapti, nech pulga qilib beryapmiz, usta haqqi, tunikafoni, lesasi, reykasi, samarezlarigacha hamma yo'g'i ichida mana shu obyektimizga do'stlar nech pul ketayotganini video jarayonida aytib o'tamiz. Ungacha sizlar bir boshqatdan mana qayerlarda tunikafon qilib berganimizni bemalol ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Qani bo'lmasam biz boshladik. Xo'p, qadrdonlar, mana pastdan boshlaylik. Pastda mana aylana shapkamiz bo'lgan. Ko'rishinglar mumkin. Juda ham cho'tki, mana juda ham planli uy bo'lgan ekan. Mana figuralari xudo xohlasa cho'tki holatda mana qilib berildi. Qadrli do'stlar, mana bu turbalarni ham tushirib berganmiz. Hozir biz aytiladigan summaning ichida turbalari ham bor do'stlar. Tarnovsini faqat biz qilmaganmiz, tarnov o'zi qilingan ekan. Mana bu tarnovlar biz faqat tunikafoni hamda mana bu turbalarni qilib berdik. Ko'rishinglar mumkin. Ishning sifatiga xudo xohlasa e'tibor berib qo'yasizlar qadrdonlar. Xo'p, mana bu joylarda mana boshlab ketyapmiz. Mana xudo xohlasa mana ko'rishinglar mumkin. Bu tomonimiz mana baland chapkamiz. Mana bu turbalari hammasi xudo xohlasa tushirib berildi. Xo'p. Do'stlar, mana foydalangan ranglarimiz bu joyga do'stlar oq rangga mokriy rang hamda ozgina tilla rangdan foydalanganmiz. O'zingizlar ko'rib, xudo xohlasa baho berishinglar mumkin. Xo'p, mana burchaklariga ahamiyat berasizlar do'stlar. Burchaklari ham juda ham cho'tki holatda keltirilgan. Xo'p, mana ko'rishinglar mumkin. Xo'p, tepa tomonidan ozgina chola ishimiz qolgan. Narigi tomni tepasiga mana ozgina pastni bekitib, nari tomonni ko'rinmaydigan holatda yopib qo'yiladi. Do'stlar, endi ko'cha tomonimiz ham bo'lgan. Ko'cha tomonini ham hozir ko'rsatamiz. Xo'p. Do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin. Ko'cha tomonimiz mana. Ko'cha tomonimiz ham mana juda ham cho'tki holatda tunikafon qilib berilgan. Xo'p. Pastlariga ham do'stlar diqqat qilasizlar, pastiga ham 30 santimetrlik obshipka qilganmiz do'stlar. Xo'p, endi nech pulga qilib berdik do'stlar? Ichkari tomon polni ko'rgan tunikafonilar, turbalari bilan, mana bu ko'rib turgan turbalaringlar bilan hammasi bo'lib do'stlar usta haqqi tunikafonlari dastlabki lesalarigacha do'stlar 25 million so'mga qilib berilyapti do'stlar. Hozir kichkinagina darvozaxonamiz ham bor.
Hop, darvozaxonamizni ham e'tiboringlarga havola etamiz. Xo'p, mana. Xo'p, darvozaxonamizga kiramiz bo'lsa. Eshigimiz yopilib ketdi. Darvozaxonamizga kiramiz. Bu joyga biz hovuz qilmoqchi edik. Darvozaxonamiz pastligini inobatga olgan holda hovuz tushmay qolar ekan do'stlar. Shunga hovuzga o'xshagan mana juda ham zo'r figuramizdan qilganmiz. O'rtaga mana oynali ramkamizdan foydalanganmiz. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Hop.